Assalomu alaykum. Hurmatli Aslichopon obunachilari. Mana bugun Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'ida o'zimning xonadonimdan video syomka qilyapmiz. Shu uchun bitta like. Haftaning juma kuni 2025-yil 19-dekabr. O'zimizning uyimizda xonadonda video syomka qilib, soliqlarimizning eng oxirgi videolari xudo xolasa boshda olgan anonsni ko'rgansizlar. Oxirida qanday bo'ldi? Bir ko'rib qo'ysizlar. Oxirgi anons. Mana selfie olganimizda shunday qo'lda olyapman. Havo sovuq lekin. Bizda anchagina qor. Videoga qanday chiqyapti bilmadim-ku. Qulay dalada. Toza havoda. Yurtda aylanib. Bir kunda bir marta aylantirib kelamiz. Mana shu qo'y uchun ham bitta like. Tanib qo'ygan. Shunda endi 8 tish olib bolasi bo'ladi endi bu qo'ylardan. Mana shu qashqa qo'yimiz ham bo'lgan. Yaqin 2-3 kunda tug'ib oladi mana shu. Lekin tishi past. Şuradan juvoy vesiga 110 kilo keladi. Eti balandda et chunki. Mana endi olgan paytidagi narsani ko'rgansizlar o'zlaringiz obunachilar. Olgan paytidagi holatini. Mana endi oxirgi videolarimiz qanday o'zgarganlarga like'larni bosib, kommentlarni yozib qo'yasizlar. Endi azimda shu videoda qanday olinyapti bilmadim, men hamma tomon oppoq. Qo'y yaxshi chiqyaptimi, yaxshi chiqmayaptimi? Telefonimiz ham shu arzonroq telefon. Shu ham kuchli qo'y ekan, tashlab. Akalar, mehr kerak, mehr. Mehr bilan mehr bilan qarab, mehr bilan yetishtirsangiz bo'ladi hamma narsasi. Qo'chqorida ham, sog'lig'ida ham farqi yo'q. Hamma narsaga mehr berish kerak. Birinchi o'rinda samый главный. Mana shu qo'ylarni olgan paytida, nima qilasan degan odamlar ham bo'lardi. Shuncha parvarishladik, shuncha mehr berdik, qildik, qaradik. Shu darajagacha olib keldik. Qo'limizdan kelgani endi shu bo'ldi. Ichidan semizi ham bor, arrig'i ham bor. Hammasi 5 qo'l barobar emaski, birday yetilmaydi, birday bo'lmaydi. Har kimning o'zining viloyatida boqish uslubi bor. Endi bizning qarashlarimizni bilasizlar. Aravalar shunday beramiz, buni bosh ko'tiga yetib bo'lmaydi. Uning uchun bitta buxgalterimiz kerak. Buxgalter olsangiz, yemini hisoblab boradi. Endi buni har kuni buni ketida hisoblab qarashga bizning onamiz ham yo'q, vaqtimiz ham yo'q. O'zimizga yarasha ishimiz bor. O'zimizga yarasha. Ish ko'p deb ayta olmaymiz-ku, o'zimizga yarasha ishimiz bor. Mana shu endi hurmatli obunachilar shu darajagacha yetkazib, endi yangi yil narisi ya berisi qachon bo'lsa butun sotiladi. Payoniga yetdi qo'ylar. Lekin tiniq qo'ylar ko'p ichida. Mehnat uchun bitta kommentlarni yozib qo'yasizlar. Yaxshi o'zgaribdimi? Yaxshi qaradikmi? Lekin uning foydasi 3 millionlardan olingan bo'lsa, endi hozir bu qo'ylarimiz 5 million so'mlardan ketsa kerak deb o'tiribmiz o'zimizcha. O'zimning fikrim endi Xudo biladi endi qancha sotilib, qancha qo'yadi. 600-700 ni yemga chiqarsak $100 qolsa ham bo'ladi. Oq qo'yimizdan ko'p obunachilarimiz so'radi. Oq qo'yimizni akalar shu birinchi videolarimizda ko'rganda bir aka menga berasan deb qo'ymay olib ketib qoldi. Ilojimiz bo'lmadi. Shu oq qo'yning javobini bera olmadik. Kommentlarda yozdik, sotib qo'ydim. 5 million so'mga sotib oldim degan. Sotib oldimi? Ariq bo'lsa ham o'zim parvarishlab olaman dedi. Telefonlashib turibmiz. Hozir zo'r, yaxshi
semiryapti. Xudo xolasa tug'adi deb aytyapti. Birovdan birov olganidan foydalanish kerak. Foyda qilsin. Rahim. Mana shu keng dala. Xudo xolasa endi buning puliga yana qo'chqor qo'z olamiz. O'tgan yilgi to'qlardan. Dunyoning ishlari shu ekan, asta-sekin biridan ketin birini bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa bitta yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Menga qiziq bo'lib qoldi o'sha savol. Kim qayerdan bo'lsa bitta viloyatini yozib qo'ysin. Bizlar sizlar uchun shuncha narsa qilib beryapmiz, shuncha narsa tomosha qildirib, shuncha ochiq havo, tekis joyda. Tiniq havo. Bitta shu qo'yimiz tuqqan sariq qo'yimiz. Mana shu qo'y. Bola shu. Sarvar degan yigitdan olganmiz. Yana balasi qo'chqorcha. Sotiladi bu ham aka. Kim bo'lsa, bu nomerda qo'yib ketamiz. Sotiladi. Xudo xolasa payoniga yetdi, endi sotiladi qo'ylar. Endi yemini bilasizlar o'zlaringiz. Bug'doy, kepak, xashak shu. Boshqa narsa yo'q. Faqat mehr akalar, mehr berib qarasangiz hamma narsa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana shu endi. Sog' salomat bo'lasizlar.